Muhtaram do'stlar, dunyodagi har qaysi davlat, har qaysi millat birinchi navbatda o'zining intellektual salohiyati, yuksak ma'naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbai esa avvalo insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti kitob va kutubxonalarda desak adashmagan bo'lamiz. Bolaga kitob bering. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oq qush, oq kaptar, dunyolardan bexabar. Yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Qing'ir yo'lga kirmasdan, peshonaga urmasdan, kimdir xanjar bermasdan, bolaga kitob bering. Ko'zi ochiq ko'rmasdan, shayton yo'ldan urmasdan, otadan yuz burmasdan, bolaga kitob bering. Lisonu tayirlarim, yurakka sayrlarim, avliyo zot nurlarim, bolaga kitob bering. Ko'zlarni ochish kerak, g'aflatdan qochish kerak, qanot chiqarish kerak, bolaga kitob bering. Xazina-i jahon u, kichik abr rayhon u, sizga qarab hayron u, bolaga kitob bering. Buxoriy sarvarim u, Termiziy anvari u, Mahmud Zamaxshari u, bolaga kitob bering. Keskir qilich bo'lsin u, kitobga o'ch bo'lsin u, yengilmas kuch bo'lsin u, bolaga kitob bering.